Quvvat shunga ketib qolyapti. Quvvat telefonga ketib qolyapti. Dunyoda nima qilamiz? Qiyomat kuni nima qilamiz? 20 talab gaplashgan do'stlar nima qiladi qiyomat kunida? Oshxonaga kel, choyxonaga kel, odam emas ekansan, mo'min emas ekansan deb turib, dardi, g'ami choyxonadan iborat bo'lgan qovoq miya nima qiladi qiyomat kunida? Nima qiladi ayting? Allohga qanaqa uzr aytadi? Men sen choyxona uchun yaratganmidim desa nima deydi? Men sen faqat gap sotib uchun o'tirish uchun yaratganmidim desa nima deydi? Shu vaqtingni o'tkazaverasanmi shunaqa qilib desa, Alloh taolo nima deydi u banda? Nima deymiz o'sha kunida? Kuzating tashqariga chiqib. 5ta 6ta 6ta yaqinda bo'lib turib kira olmaydi jamoatga. Alloh nima qildi u bandalarni shu qadar uzoqlashtirib qo'ydi? Oshxonada o'tirib ozgina masofa yaqinlasha olmaydi. Nimaga bunaqa? 5 daqiqa vaqt ketadi, lekin og'aynisi bilan 50 daqiqa gaplashib o'tiribdi. Nimaga? Alloh xohlamayaptimi degan savolni bermaydimi o'ziga bir? Nimaga yaraldim bu dunyoga degan savollarni bermaydimi? Chiqib kuzating. Yo to'rtta mashinada gaplashib o'tirgan, yo ko'pring tepasida gaplashib o'tirgan, yo ko'cha-ko'yda simich chaqib, pista chaqib, kola ichib gaplashib o'tirgan, magazinlarning oldida gaplashib o'tirgan, choyxonalarda u joydan chiqib muzqaymoqqa boradi, muzqaymoqdan u joyda gaplashib o'tiradi. Shu uchun yaralganmi banda? Faqat shunaqa ish uchun yaralganmi? Hayot faqat oshqozonni to'ydirishdan iboratmi? Shahvatni o'ldirishdan iboratmi faqat?